نوحي حمام فهذا القلب نواح. Hürmetli azizlar, tövende Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri namlı kitabını huzuruna sununuz. كيف السكوت وهذه الأرض تجتاح. Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri. Avtori Şeyh Mahmud Misri. Uyg'urchaga tercüme qiluvchi İslam Chakarlari guruhi. حمام فهذا القلب نواح وابكي مليا فملء الكون أسراح. Abdullah ibn Mesud'un Peygamber aleyhisselam'ın sahabeleri hakkında aytgan sözleri. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabeleri hakkında aytgan bu sözleri neme degen güzel. Bu mundaq deydi. Allah bendelerinin kalpleriga qarab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalbini bendelerinin kalbi orasida en yaxşisi tapdı. Şoň onu özü üçün tanlap Peygamber qilib avatdi. Ondan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin kalbinden keyin bendelerinin kalbiga qarab Muhammed aleyhisselam'ның sahabelerinin kalbini bendelerinin kalpleri orasida en yaxşisi tapdı. Şoň ularni öz dini üçün jang qiladigan Peygamberning yordamchisi qildi. Musulmonlar yaxshi deb qaragan narsa Allohning nazarida yaxshidir. Musulmonlar yomon deb qaragan narsa Allohning nazaridami yomondir. U yana mundaq deydi. Agashmoqchi bo'lgan kishi vafot bo'lgan kishiga agasin. Chunki hayot kishi fitnaga uchrashdan xotirjam bo'la olmaydi. Mana bu Peygamber aleyhisselam'ның sahabeleri. Ular bo'lsa bu ummat ichida qalbi eng pok, ilmi eng cho'nqur, takallufi eng oz kishilardir. Allah ularni o'z payg'ambarga hamroh bo'lishga va dinini gullantirishga taladi. Shunga sizlar ularning haqqini tuninglar va ularning yo'lini ching tutinglar. Chunki ular to'g'ri yo'ldagi kishilardir. Payg'ambar alayhissalom sahobalarning ko'krigiga taqilgan medallar. Mana bular Payg'ambar alayhissalomning o'z sahobalarining ko'krigiga taqilgan medallardir. Biz bularning ko'pligini nazarda tutib, bulardan bir qismini tilga elish bilan kifoyalanamiz. Chunki uning izmi ko'pdir. İmran ibn Husayn radiyallahu anhudan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Mening ummatimning yaxshisi mening zamondoshlarim. Onlardan qolsa ularga yondashib, yana ulardan keyinli kelganlardir. Onlardan qolsa ularga yondashib kelganlardir." İmran mundaq deydi: Payg'ambar alayhissalom o'z zamonidan keyin ikki zamonni tilga oldimi yoki 3 zamonni bilmayman. Bu hadisni davomlashtirib mundaq deydi: "Ondan sizlardan keyin guvohlikqa chaqirilmasmi, guvohlik beradigan, xiyonat qiladigan, omonat qo'yig'ilib bo'lmaydigan, ahd qilib vafo qilmaydigan, semizlik besib ketadigan kishilar maydonga keladi." İbrahim Ubayda Abdullahdan rivoyat qiladiki, Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "İnsanlarning yaxshisi mening zamondoshlarimdir. Onlardan qolsa ularga yondashib kelganlardir. Onundan qolsa ularga yondashib kelganlardir. Ondan keyin bir turkum kishilar keladiki, ularning biri qasam qilishdan burun guvohlik beradi. Guvohlik berishdan burun qasam qiladi. Allohdan qo'rqmaydi." İbrahim mundaq deydi: "Biz kichik vaqtimizda ana shunday kishilar bizni guvohlik va ahdi sababli uratdi." Anas rivoyat qilib mundaq deydi: "Bir janoza o'tkazilgan edi. Janozadagi kishining yaxshi gapi qilindi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom vojib bo'ldi dedi. Yana bir janoza o'tkazilgan edi. Uning yomon gapi qilindi. Shuning bilan Payg'ambar alayhissalom vojib bo'ldi dedi. Ondan Ömer radiyallahu anhu: "Ota-onam sana pido bo'lsin. Bir janoza o'tkazildi. Uning yaxshi gapi qilingan edi. Sen vojib bo'ldi dedi. Ondan yana bir janoza o'tkazilgan edi. Uning yomon gapi qilindi. Sen yana vojib bo'ldi dedingu" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Sizlar yaxshi gapini qilgan kishiga jannat vojib bo'ldi. Sizlar yomon gapini qilgan kishiga dovzax vojib bo'ldi. Sizlar Allohning zaminidagi guvohchilari. dedi. Aiz ibn Amr mundaq rivoyat qiladi: Abu Sufyan, Salman, Suhayb, Bilal qatorliqlar bir to'p kishilarning yeniga kelgan edi. Ular: "Alloh bilan qasamki, Allohning qilichi,
Allah'ның düşmanının boynidan öz o'rnini olmadi-ku, yana uning bo'ynini o'zmadi-ku dedi. Chunki ayni chaqda Abu Sufyan mushrik edi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Qurayshning cho'ngi va xo'jayiniga mushundoqmi gap qilamsizlar dedi. Ondan payg'ambar alayhissalomning yoniga kelib bo'lgan ishni aytdi. Shuning bilan payg'ambar alayhissalom, balkim sen ularni ochiqlatib qo'ygansan. Agar ularni ochiqlatgan bo'lsang, Parvardigoringni ochiqlatgan bo'lasan dedi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu ularning yoniga kelib, qarindoshlarim, sizlarni ochiqlatib qo'ydimmi dedi. Ular, yo'q ey qarindishim, Alloh seni kechirsin dedi. Said ibn Abu Burda radhiyallohu anhu otasidan rivoyat qilib bundoq deydi. Biz payg'ambar alayhissalom bilan sham namozini o'qib bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan xutba namozini o'qib bo'lguncha o'ltirib turgan bo'lsak deydi. U bundoq deydi. Biz o'ltirgan edik. Payg'ambar alayhissalom yenimizga chiqib, sizlar bu yerdan ayrilmadinglarmi dedi. Biz, ey Allohning payg'ambari, sen bilan sham namozini o'qidik. Ondan sen bilan xutba namozini o'qish uchun o'ltirib turdik dedi. Payg'ambar alayhissalom, yaxshi qilibsizlar yoki to'g'ri qilibsizlar dedi. Ondan osmonga qaradi. Payg'ambar alayhissalom osmonga ko'p qaraydi. Ondan yulduzlar osmon uchun amallikdir. Yulduzlar yo'qolsa osmonga va'da qilingan narsa keladi. Men sahobalarim uchun amallikdirman. Men kelsam sahobalarimga va'da qilingan narsa keladi. Sahobalarim ummatim uchun amallikdir. Sahobalarim kelsa ummatimga va'da qilingan narsa keladi dedi. Abu Sa'd al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: kishilarga bir zamon keladiki, bir to'p kishilar urush qiladi. Ondan ular qarshi tarafdagi kishilarga, oranglarda payg'ambar alayhissalomga hamroh bo'lgan kishilar bormi deydi. Ular, ha bor deydi. Shuning bilan ularga yordam beriladi. Ondan keyin kishilarga bir zamon keladi. Yana bir turkum kishilar urush qiladi. Ular, oranglarda payg'ambar alayhissalomning sahobalariga hamroh bo'lganlar bormi deydi. Ular, ha deydi. Ularga yordam beriladi. Ondan keyin kishilarga bir zamon keladi. Yana bir turkum kishilar urush qiladi. Ularga, oranglarda payg'ambar alayhissalomning sahobalariga hamroh bo'lgan kishilarga hamroh bo'lgan kishilar bormi deyiladi. Ular, ha deydi. Ularga yordam beriladi. Vasila ibn Asqa'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom bundoq degan: oranglarda meni ko'rgan va menga hamroh bo'lgan kishilarla bo'ladi-ki, doim yaxshilikda bo'lasizlar. Oranglarda meni ko'rgan kishini ko'rgan va menga hamroh bo'lgan kishiga hamroh bo'lgan kishilarla bo'ladi-ki, doim yaxshilikda bo'lasizlar. يهنأ فؤادي كلما سمع النداء وأقبل. Hürmetlik anlayıcılar, bu qatımlıq anlatışımız muşu yerde ahırlaştı. Sizlerine büyük Allah'ın amallıqı tavşırımız. Allah'a emanet. في عزة تسمو به للعالي.